Messi jarima zarbasini tepayotganda o'ng oyog'iga e'tibor bering. To'pig'ida turibdi. O'zi esa C shakli bo'lgan. Biz hozir sizlar bilan Lionel Messini jarima zarbalaridagi muhim detallarini ko'rib chiqamiz. Muxlislar orasida shunday gap bor. Messining jarima zarbasi penalti bilan bir xil. Hozirgi kunga kelib jarima zarbalarida 67 gol urishga muvaffaq bo'lgan. Messidan oldinda faqat Pele bilan Juninho bor. Endi Messining jarima zarbalaridagi muhim detallari. Tayanch oyog'iga e'tibor beramiz. Qanaqa bunaqa turibdi? Travma olmaydimi? Shunaqa turish mumkinmi? To'g'risi, meni o'zimda ham savollar ko'p. Endi ikkinchisi, C, ya'ni oy shaklida bo'lib bukilib olishi. Bu usulni Messini o'zi o'ylab topmagan. Argentina terma jamoasiga Maradona murabbiy bo'lgan paytlarida Messi mashg'ulotlardan keyin jarima zarbalar ustida ishlayotgan bo'ladi. Shunda unga Maradona aynan shu bukilib olib, tepish usulini o'rgatib qo'yadi. Undan keyin bo'ldi, tamom. Darzan o'ro tarafda qo'pollik bo'lsa, 90% gol. Messiga yaxshi ham Mirjalol aka trener bo'lmagan ekanlar.